But why? E'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda pingvin tarqaldi. Ko'rgan bo'lsangiz, nima Ko'rdim, sababdan pingvin boshqalarda ish tutmadi, ya'ni to'dasidan chiqib ketdi. Fikringiz qanaqa? Bilmadim, to'g'risi pingvin bilmayman. Qiziqmayman pingvinga. Yo'q, ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ha. Shu oxirida o'lganini ham ko'rdim, qayergadir bor. Odamlar uni просто hype qo'rdi, anaqa tema kerak. Короче, Instagramga mana shu narsa tema bo'ldi-da. Shu masalan, shu oy bunchalik jiddiy qarash kerak emas deb o'ylayman-da. Odamlarning jamiyat orasida bunaqa narsa ko'p. Hammadan ajralib ish qilmoqchi bo'lganlar, hamma ketgan oqimdan suzmoqchi bo'lmaganlar ko'p-da. U masalan boshqalar qilgan ish qilmasdan o'zini yo'lini tanlagani bu просто ochiqroq, osonroq qarash kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman. Hayotni qiyinlashtirmasdan osonroq yasharish kerak.